Ko'pchilik grijani qachon operatsiya qilish kerakligini, qaysi holatda operatsiyasiz davolash mumkinligini, operatsiya o'zi rostdan yechimmi, yechim emasmi, nimalarga e'tibor berish kerakligini bilmaydi. Keling shu haqida batafsil gaplashamiz. Grija holatida bizda nega og'riq hosil bo'ladi? Bizdagi mana shu umurtqaga bosim evaziga diskimizga nagruzka tushadi va o'sha nagruzka oqibatida mana bunaqa grija chiqadi. U nerv ildizini qisib qo'yadi. Nerv ildizini qisib qo'ygandan keyin bizda kuchli og'riq paydo bo'ladi. Va o'sha og'riqqa paydo bo'lgandan keyin u bizda oyoqqa, dumbaga, belga og'riq beradi va odamlar ushbu og'riqdan dori-darmon yoki yana qanaqadir tabobatdan foydalanib ko'rishadi, natija bo'lmadi deb yugurishadi operatsiyaga. Aslida qanaqa qilish kerak? Operatsiyaga ko'rsatma razmer bo'lmaydi hech qachon. Grijangiz 5 mm bo'ladimi, 15 mm bo'ladimi, 20 mm bo'ladimi? Bu bog'liq emas unga. Biz bundan-da katta grijalarni operatsiyasiz davolab, do'yi poyezli MRTlarni ham ko'rsatib berganmiz. Qachon operatsiya haqida signal deb tushunsak bo'ladi o'zimizga. Agarda sizda o'sha katta grijangiz konservativ va fizioterapiya yo'llari bilan davololmadingiz, to'g'ri qilingan fizioterapiya bilan unutmanglar. Oddiy elektroforez yoki UZT qilib qo'ydim, foydasi bo'lmadi emas. To'g'ri qilingan fizioterapiyalar yordamida natijaga erisha olmasangiz, undan keyin o'ylab ko'rsa bo'ladi. Qachonki bizda oyog'imizda kuchli kuchsizlik bo'lsa, ya'ni yurganimizda oyog'imizdan tapichga tushib qolsa. Bu birinchi. Ikkinchisi, oyoqni uchida yurib ko'ramiz, ikkala oyog'ni uchida yurib ko'ramiz va uchida yurib ko'rdingiz yaxshi. Endi oyog'i tovonda yurib ko'ramiz. Ikkala oyog'i tovonda yurib ko'ramiz. Agar mana shu uchida yurganda yo tovonda yurganda kuchsizlik bo'lib siz yura olmasangiz, bu bitta signallardan biri deb o'zingizga belgilashingiz mumkin. Keyingi yana bo'ladigan signallar sizdagi ichki a'zolar, ya'ni toz bo'g'im a'zolarida sizda og'riq yoki nazorat buzilishi bo'lsa, siyishni nazorati buzilishi bo'lishi mumkin, yoki tualetga kattasiga borishda nazorat buzilishlari bo'lishi mumkin, yoki o'sha oldi va yoki orqa tarafda kuchli og'riqlar bo'lsa, bu yana bitta operatsiyaga signal bo'lishi mumkin. Lekin bilingki, operatsiya qilib oldirib tashladingiz, bu bo'ldi, butun umr qaytadan boshqa grija bo'lmayman degani emas. Siz undan keyingi reabilitatsiyalarga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Qachonki to'g'ri reabilitatsiya qilib, to'g'ri tiklansangiz, shundagina siz grijani qaytaramasligini profilaktika qilgan bo'lasiz. Qaysi holatlarda grijani operatsiya qilish yoki qilish kerak emasligini tushundingiz deb o'ylayman. Lekin любой holatda yugurib borib operatsiya qildirishimiz kerak emas. Operatsiya bizda bu oxirgi yechim. Agar siz grijangizni operatsiyasiz davolasa bo'ladimi yoki yo'qmi bilmoqchi bo'lsangiz, yoki haqiqatan ham katta grijalardan operatsiyasiz davolanmoqchi bo'lsangiz, Esperto Med klinikamizga murojaat qiling va xudo xolasa bizni jamoamiz sizga og'riqlardan va grijadan xalos bo'lishingizga yordam beradi.